العوالم كيف ذقت سعادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ve ba'd. Nefslerine buna meysat ulan, meynet kıldıgan, kır kıldıgan nesninki en yamını şirk, en xatarlik. Tevhidke bu şirk %100 karşı karşı. Şunun için nefsini paklaymayan diyen kişi şirkten uzak duruş gerek. Resulullah bir hadisi de şirkini şuna kıskalı bir çöndürüp koygan. İbn Mesud radıyallahu anhu'dan rivayet kılıngan Sahihul Bukhari'deki sahih hadiste İbn Mesud yani Abdullah İbn Mesud radıyallahu anhu deydi ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sordum ki eyyü zembi indallahi ekber. Allah'ın dergahida, Allah'ın nezarında qaysi günah en katta, en ağır xatarlik deb sordum dedi. Qal dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en tec'ale lillahi nidden ve huve halakak. Allah seni yaratkan turuqluq sen Allah'a bir şerikni tangdaşni payda qıvağının şu Allah'ın nazarındaki çok ağır günah dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şerikni mana müştaq şeriydi. Allah yaratkan bir məxluqni Allah'a tangdaş qilish, Allah'a şerik qilib qo'yish Allah'ın nazarındaki en katta günah ekan. Dal özü şu tağut edi. Mesela Firavun aynı vakitte xudolik davası qildi. Namrud xudolik davası qildi. Mark İngiliz Darwin xudolik davası qildi bu hesapda. Deng Xiaoping Mao'nun hozirgi shu Hu Jintao Xi Jinping bilan xudolik davası qilyapti hesapda. O'zining ideyasini dunyoga tengib. Ve Amerika'nın her qaysi prezidentleri 46-nsi keldi ma Joe Biden. Bular hammasi demokratiyasini dunyoga majbur tengib, menga itoat qilsa. Gerçi Firavunga o'xshash ve ana rabbukumul a'la. Men sizning oliy parvardigoringlar men degan so'zni ig'izdan chiqarmagan bilan qilayotgan ishlar shuni dalolat qilyotdi. Mening ko'z qarashimga kelasan, mening itoatim ostiga kelasan, men taqatgan dollarni hajlaysan, mening yurgizgan siyosatim bo'yicha yashaysan. Agar mening siyosatimni kelmaydi ekansan, har xil usullar bilan seni boplayman. Chandurmay, sezdirmay, o'zim bevosita ya boshqalarning qo'li bilan vositali holatda seni boplayman deb xudolik davası qilyapti. Ya'ni shaklda qarmoqqa men xudo degan bilan Firavunga o'xshash mohiyatda Firavun, Namrud, Laninki tutgan yo'lini tutib ketib bordi. Shuni siyosatni yurgizyapti. Vaholanki bu Namrud, bu Firavun, bu Marx İngiliz Darwinlar, bu Deng Xiaoping, Hu Jintao, Xi Jinping, Mao Zedonglar, bu Amerika'nın prezidentleri ve başkalar Allah'ın mahlukatı. Abdullah ibn Mesud deydi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seni Allah yaratgan turuqluq Allah Teala'ga bir şirikni payda qilib olsang, shu Allah'ın nazarida ana shu günah deydi. Ölüm alim deydi bu hadis shu şirikni tushundigan hadis deydi. Yuqorqi biz sanab o'tgan xudolik da'vosi qilgan yo ig'izda ochiq da'vo qilgan Firavunga o'xshash yo mohiyati da'vo qilayotgan hozirgi prezident, rais boshliqlarga o'xshash ularning hammasi Allah yaratgan mahluqotlar turuqluq qanday qilyapti? Mohiyat xudolik da'vosi qilyapti. O'zi ham shunga rozi. Tağut ishkini tepilish kerak degan birincisi ma'budlik davası qilsa. İkincisi şununla özü razı olsa. Yani bir şeyin qo'shib qo'yilmali g'ayri solih, solih kishi bo'lmasa. İsa alayhisalom solih ya, Maryam onamiz solih. Demak, shirk haqida Rasululloh alayhisalom yuqoridek izohat bergan. Endi bu yerda yana shunga nisbatan bir texnik tushunish bo'lib ketish uchun shirkning turlariga azroq kirishib ketamiz qarindoshlar. Shirkningki ikki cho'ng turi bor. Birinchisi ash-shirkul akbar, cho'ng shirk, yana birisi ash-shirkul asghar, kichik shirk. Bu her ikilisi yana öz işçidir bir qancha bölündü. Eş-şirkul ekber, çoğun şerik, kattı şerik, üçgü bölündü. Birincisi, eş-şirk fil rububiyye. Allah Teala'nınki rububiyetide şerik keltiriş. Rububiyet neydi düşüngen tok? Allah'tan başka yaratquchi yok. Allah'tan başka rızık verici yok. Allah'tan başka malik yok. Allah'tan başka öldürgüç, tirildirgüç yok diyen tok o. Demek Allah'tan başka bir kishini qanday qiladi? Yaratalaydi, bizni boqidi, beqiyotidi, bizga imkoniyatlarni beradi deb qanday qilish? Razzaq va Alloh taolaninki Malik, Xoliq sifatlarini uning tangdash qilib qo'yish. Shirkul akbarning birinchi turi nima ekan? Rububiyatlik shirk. Ash-shirk fil rububiyya. Ikkinchisi ash-shirk fil uluhiyya. Ibodatni shirk keltirish. Ayni vaqtda shu Firavunlarga, Namrudlarga kishilar qanday qilgan? Ruku, sajda qilgan. Hozir kunzidan iborat butning oldida turib Xitoylar hatta Buddizmni tark etdik degani bilanmi yana qanday qilyapti? Ruku sajda qilyapti. Xitoyning bolalar to'y qilgan vaqtida hozir bizning Uyg'ur qizlariga to'y qildirib, qiynatni oldi o'tag'izib qo'yib qanday qilyapti? Sajda qilyapti-da. Yijingong, Arjingong, Sanjingong, yani birinci hürmet, ikinci hürmet, üçüncü hürmet. O degani nima? Birinci secde, ikinci secde, üçüncü secde.
Resmi peshona siya qo'yayotganini ko'ryapmiz buni filmlarda, to'g'rimi? Asli bir bandiga sajda emas, ruku qilishqin bo'lmaydi. İnsanning eng oliy qismi bo'lgan, ustun qismi bo'lgan Alloh yaratgan bu peshonini faqat yaratgan shu Allohga qo'yish, Alloh oldida buni yey qo'yib o'zining xorliqini ifodalash shu talab qilinadi. Demak, ibodatda ruku sajda degan u ibodat qismiga tava bir mazmun bu. Ibodat qanday qilyotdi? Sherik bo'lyapti. Bu ash-shirkul akbarning ikkinchi turi. Birinchi turi rububiyatniki, ikkinchi turi ulug'iyatniki, uchinchi turi ash-shirk fil asma'i va sifat. İsim ve sıfatlarda şirk keltirish. Allah Teala'nınki es-semi' vel basir, anlıgıcı, ko'rguvchi, al-hakim, hikmetul ashquvchi degan mushu sifatni qanday qilish? İnsanlarga berib qo'yish. Yoki as-sam', anlıgıcı vel basar va ko'rguvchi degan sifatlarni qanday qilish? İnsanlarga berib qo'yish. Bu ash-shirkul akbarning 3ga bo'linishi. Endi ash-shirkul asghar o'z ichiga 2ga bo'lindi. Birinchisi ash-shirkul khafi, mahfiy shirk. Bunun misali riya bilan sum'a. Bir kishi ilm oladi, ya ilm taqitidi, shuhrat qozonish uchun. Bir kishi zakat yuridi, sadaq ihson qiladi, sehiy sanalish uchun. Bir kishi Allohning yo'lida jihad qiladi, botur, shijoatli sanalish uchun. Mana hadisda 3 kishining hammasi yuzi chekka jahannamga so'rilganligi zikr qilindi. Demak, shirkul asgharning turi bu, riya sum'a. Birinchisi ash-shirkul khafi, maxfiy shirk. Shu riya sum'a, shu maxfiy shirkning turi. İkincisi ash-shirkul asgharning ikkinchi turi ash-shirkul zohir, oshkora shirk. Yuqori qismi maxfiy, bu oshkora shirk. Oshkora shirk qaysi desa, birisi lafzida bo'ladi, tilda bo'ladi. Masalan, Allohning g'ayrini bilan qasam qilish. Masalan, men raisimiz Xi Jinpingning nomi bilan, hurmati bilan qasam qilamanki, men ota-onamning nomi bilan, ota-onamning hurmati bilan qasam qilamanki, deb qoldik. Hatto payg'ambarimizning ismini tilg'ib turib qasam qilishim o'limalar shu kirdi degan. Zahir şerikning lafzi bilan bo'ladigan turi bu. Endi zahir şerikninki amallar bilan bo'ladigan ham bor. Buni ulamalar tuma esish va qushlardan ya yaxshi bishorat elish, yaxshi bal elish yoki yomon bal elish. Masalan, bizda bor, Seg'izxon sarisa uyga mehmon keldiga o'xshaydi. U qush o'g'lisa bir shumliq va bir yomonlik bor. Mana shuni ulamalar deydi-ki, ash-shirku zahir. Kichik şerikning ichiga kiradigan zahir şeriklardan amal depildigini deydi. Anladın ki bu şirk bütün emellerini qanday qilib tashlaydi, bakaj qilib tashlaydi. Bunun dalili estağfirullah. Ve laqad uhiya ilayka ve ilallezina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk ve la takunanna minel khasirin. Allah Teala shunday deydi ki, ey Muhammed aleyhisselam deydi. Sizga ve sizden ilgili o'tgan şu peygamberlerge vahiy qilindi ki, agar siz shirk keltirsangiz amalınız bakavab ketadi. Ve siz ziyan tatquvchi insonlarning qatorida bo'lib qolasiz deb, hatto Rasulullahga nayati keskin iboralar bilan Alloh taolo qanday qilyapti farmon tushyapti. Demak, shirk bütün amalni bakaj qilib o'tadigan, qalbni mehnat kirlashtiradigan, hatto vayron qilib tashlaydigan, tavhidga qarshi bo'lgan bir narsa. Nafsini paklashga to'salg'i bo'lgan narsa. Bu shirk, agar shu shirkning ustida vafot tepli ketib qolsa, Allah subhanahu ve taala ebedi keçirmeydiğen, ebedi cehennemge yulaktırdıgan kattı çoğuna. Allah Teala bana bu sözünü tüvenlik ayet ispatlaydı. Estağfirullah. İnnallâhe la yagfiru en yushreke bih ve yagfiru ma dûne zâlik limen yekâ. Allah hakikaten özüge şirk keltirilgen bu günahını herkes geçirmeydi. Ama Allah özünün haligan benderlerden bu şirkten başka günahlarını halis geçirdi deydi. Mana bu ayetning dalili bilan kimiki shirk keltirgan bo'lsa va shu shirk ustida o'lib qolgan bo'lsa, bu kishi abadiy jahannam. Bu shirk halatdan ruh tandan ayrilib ketgan bo'lsa, bu abadiy jahannamda qoladi. Ahli sunnat jamoat qilmişlar. Demak, mushrikda umid bor, o'lib qolgan tavba qilib fursati bor. Xo'sh, biz shirk va uning tufayli qilmishni to'xtalamiz. Subhanallohi va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.